Cho'l hududida joylashgan Sho'rko'l qishlog'i aholisi uchun yillar davomida eng dolzarb masalalardan biri toza ichimlik suvi ta'minoti bo'lib kelgan. Suvning har bir tomchisini qadrlaydigan bu maskanda xonadonlarni zarur suv bilan ta'minlash aholining kundalik hayoti, turmush sharoiti va farovonligi bilan bevosita bog'liq. Endilikda esa vaziyat o'zgarmoqda. Yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi arafasida Sho'rko'l qishlog'ida mingdan ortiq xonadon markazlashgan ichimlik suvi tarmog'iga ulanmoqda. Kecha uzoq masofadan tashib kelingan yoki turli manbalardan foydalanilgan suv bugun xonadonlargacha kirib bormoqda. Cho'l hududida joylashgan Sho'rko'l qishlog'i aholisi uchun yillar davomida eng dolzarb masalalardan biri toza ichimlik suvi ta'minoti bo'lib kelgan. Suvning har bir tomchisi qadrlanadigan bu maskanda xonadonlarni zarur suv bilan ta'minlash aholining kundalik hayoti, turmush sharoiti va farovonligi bilan bevosita bog'liq. Endilikda esa vaziyat o'zgarmoqda. Yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi arafasida Sho'rko'l qishlog'ida mingdan ortiq xonadon markazlashgan ichimlik suvi tarmog'iga ulanmoqda. Hozir suv keldi, sharoitimiz yaxshi. Quvonib qoldik, qishlog'imizga suv keldi. Avvallari satlab tosh uchaydi ariqdan. Hozir ariq suvni ichib bo'lmaydi. Achchiq, ishki bo'lmaydi. Mana suvga zordik buni. Qachon keladi deb. Keldi, Xudoga shukr. Quvonib qoldik. Rahmat prezidentimizga. Suv bo'lmasa tirikchilik bo'lmaydi. Mana suv keldi, rahmat. Quvonib o'tibmiz. Rahmat aytib o'tibmiz. Rahmat sizlarga suv berganlaring uchun. Ancha yugimiz yengil bo'lib qoldi. Suvimiz tekin bo'lib qoldi. Shirin suv ichib. Kecha uzoq masofadan tashib kelingan yoki turli manbalardan foydalanilgan suv bugun xonadonlargacha kirib bormoqda. Bu shunchaki yangi suv tarmog'ining ishga tushirilishi emas, aholining yillar davomida kutgan ehtiyoji ro'yobga chiqishi, eng muhimi, insonlar uchun munosib turmush sharoitlari yaratilayotganining amaliy ifodasidir.